Assalomu alaykum qadrdonlar, biz hozir Best Boiler, ya'ni katol ishlab chiqaradigan joyga kelganmiz. Akamiz adashmasam o'tgan yili o'zingiz yasagansiz, uyga qo'ygansiz aka? Ha, uyimizga qo'yib, effektni beruvdi, keyin sotuvga ham chiqarishni boshladik aka. Do'stlar, mana sotuvga chiqibdi. Hozir bu yerda necha kvadratdan necha kvadratgacha bor? Aka 100 kvadratda 1000 kvadratgacha qilib beraveramiz. Bularimiz 150-200 kvadratgacha. Aha. O'tin, ko'mir, xoka yonaveradi aka. Xokani ham nima qilaveradi? Effektlari xokada ham zo'r. Tushunarli. Aka, bu nechilik listda bo'lyapti endi? Xo'p, ichki qismi 4 li listda, tashqi qismi 3 li listda aka. Buni dastavkalari qana bo'ladi? Vodiy kelishamiz aka. Vodiy ichida bepul olib borib beramiz. Atrofdan Xorazm, masalan, Samarqanddan chiqadigan bo'lsa, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda olib borib beramiz aka. Do'stlar, hozir yana bir qator obzor qilib chiqaman. Ichkarida o'zlarining joylari bor. Ana shu yerda lazerlarda o'sha metallarni kesib, bundan tashqari xizmat ham ko'rsatishadi. Hozir mana xalqqa mana shu narsani olib chiqishibdi. O'zlarida effekt berganligi uchun mana ishlab chiqarishda yo'lga qo'yishgan akalarimiz. Azizlar, endi katolni narxlarini bir qator surishtiramiz. Bu necha kvadratga ketadi va narxi necha pul? Aka, bu 300 kvadratgacha istadi aka. Narxlarimiz 12,5 million so'm aka. Asosan xokaga moslangan aka. 300 kvadrat radiatorda. 300 kvadrat radiator, 250 kvadrat topli polga. Topli polda. Mana uni atrofi ashfika qilingan ekan. Aha. Bu narx qancha, necha kvadratga? Afshifkali kotellarimiz narxi 9,5 million so'm, 150-200 kvadratgacha yetaveradi aka. 150 topli pol deymi? Aha, 200 radiator. Ammo ana unisi o'sha atrofiga ashfika qilinmagan ekan. Bez ashfikasi. Bular qancha? Bunimiz 8,5 million so'm aka. 8,5 million. O'sha aytganingizni dastavkalarni ham kelishtirib bu qilinaveradi. Aha. Mana narigi bilan bir xil ekan adashmasam. Ko'sa 300 li aka. Bu aqlli kotel-a? Aha. Qanaqa xususiyati bor aka? Xo'p, o'sha nimalarimiz bor. O'zi o'chirib, o'zi yoqadi. O'sha gradusiga chiqqanda o'chadi. Belgilab bergan gradusiga tushsa yonadi. Avtomatik o'zini o'zi o'chirib, o'zi yoqadi. Do'stlar, hozir mana ichkarilarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Qadrdonlar, ko'rib turganimizda shu hozir kotelni mana shu joyda ishlab chiqarishadi. O'zlarining shunaqa katta lazerlari, undan tashqari listagib, shunaqa apparat texnikalari bilan ishlab chiqarishadi va mana shu yerda lazer xizmatini ham ko'rsatishar ekan. Ekranda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha biz obzor qildik, tanlov o'zlaringda, yoqib qolsa murojaat qilaverasizlar.